har kuni keladigan SMSlar bu muddatli to'lovga uchastka osib bo'ladimi deyishadi. Bo'ladi albatta, faqat kamdan kam holatlarda bunaqa variantlar chiqadi. Chiqqanda ham soni chegaralangan bo'ladi, ulgurgan ulgurdi. Hozir biz Yunusobod tumani Islomobod mahallasiga kelganmiz. Ko'pchilik biladi bu mahallani, bilmaganlar uchun ham mana ko'chalarni ko'rsatib ketamiz. Mana shu yerdan chap tarafga yuradigan bo'lsa 20 metr betonga, o'ng tarafdan Zenit zavodga Yunusobodlarga kirib ketamiz. Okalarimiz bu yoqda 5 ta townhouse qurishayotgan ekan, amerikanskiy stilda. Hozir kelinglar, mana sirazi qurilishlardan etapini ko'rsatib o'tib ketaylik. Ko'ryapsizlarmi, shu yerto'lamizning fundamentlari qilingan, plita qo'yish jarayonlarida birinchi qavat ko'tarilyapti. Okalarning ma'lum qilishicha, fasadlar 100% dizaynerskiy loyihalar bo'yicha bitkaziladi. Taxminan shu sentyabr oylariga topshiramiz deyishyapti. Umumiy hisobda 5 ta qurilyapti. Shundan bitta ikkitasi uje sotilib bo'lgan deyishdi. 4 ta 1-2 sotuvdan bitta 2 sotuvli varianti bor ekan. Buni farqi nima desanglar, 2 sotuvlining o'zini garaji, kichkina bo'lsa ham o'zini hovlisi bo'lar ekan. Xo'p, endi binolarga keladigan bo'lsak, yerto'lasi ham yaxlit, birinchi qavati, ikkinchi qavati, bundan tashqari terrasasi ham bor ekan. Har bir qavati 120 kvadrat metr kattalaydi. Agar umumiy hisoblasanglar, 480 kvadrat metr kattalaydi. Endi narxi nech pul ekan, shartlari qanaqa desanglar, naqd 100% li to'lov bilan $129,000 so'rashyapti. Bu 1-2 sotuvliga. Albatta, agar naqd oladigan bo'lsanglar, kelishiladigan joylar bo'ladi. Bundan tashqari hozir shu qurilish bitgungacha ham 50% yoki 40% ni to'lab, qurilish bitgangacha ham yana qolgan pulni to'lab yursanglar bo'ladi. Yana qo'shimcha ma'lumotlar bo'yicha pastda qoldirilgan quruvchilarning nomeriga aloqaga chiqaverasizlar. Mana kelib ko'ringlar, qurilish sifatli materiallardan qurilayotgan ekan. Yana batafsil ma'lumotni o'zingiz tepasida ko'rib, bemalol quruvchilar bilan gaplashaverasizlar. Lokatsiya ham vobshe zo'r, soni chegaralangan, ulgurib qolinglar.